sayin tera bilan o'sha ichidan pul yutug'i chiqadigan vaflilarni sinab ko'rdik. Eshitishimiz bo'yicha telefon, smartwatch va umra kuponlari ham chiqishi mumkin ekan. Ochishni boshlashimizdan oldin o'rtog'im bilan kelishdik. Shunda eng kam pul yutug'i chiqsa, o'sha keyingi safar iftorni to'laydi. Indira duo qilib o'sha boshlavardi. Birinchi ochganimizdan pul yutug'i chiqmadi, lekin menda smartwatch chiqdi. Aytgancha vaflin ta'mi ham juda ham zo'r ekan. Yoshligimizdagi vaflilarni eslatib yubordi. Yog'iga videoni oxirigacha ko'rib, kimda eng ko'p pul chiqqanini kommentariyada yozib ketinglar. Och ko'zlik hammasini ochib tashlaymiz. Mana bizda chiqqan pul yutuqlar, kattaroq pul yutuqlarni mana shunaqa kuponda beradi. Bularni olish uchun esa orqasidagi QR kod yoki Telegramga murojaat qilish kerak. Har bitta vaflida mana shunaqa yozuvlar ham chiqdi. Xullas bizga yoqdi, biz tekshirib ko'rdik, sizlar ham olsanglar bo'ladi. Poka-poka.